Bugungi videomizda sizlar bilan moliyaviy firibgarlar haqida gaplashamiz. Moliyaviy firibgarlarni qanday aniqlash, ularning qanday belgilari borligini o'rganamiz va ulardan qanday saqlanish choralarini ham ko'rib chiqamiz. Moliyaviy firibgarlarni o'rganar ekanmiz, ularni asosan ikki turni ko'ramiz. Birinchisi, elektron savdo tarmoqlarida faoliyat olib borayotgan moliyaviy firibgarlarni aniqlashni 5 ta usulini hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi belgisi: bunday firibgarlar sizga juda arzon narxda mahsulotini taklif qilishadi. Masalan, iPhone 13 Pro ni oladigan bo'lsak, uni asl narxi 7 million so'm. Lekin ular sizga 3,5 million so'm narxini taklif qilishadi. Ular buni o'zlarini bojxonadan to'g'ri kelyapti, bizda ortiqcha xarajatlar yo'q degan vajlar bilan ishontirishga harakat qilishadi. Ikkinchi belgisi: sizdan ular oldindan to'lov qilishni talab qilishadi, ya'ni predoplata qilishni so'rashadi. Men hozir viloyatda edim yoki bo'lmasa men ishda emas edim va shu kabi vajlar bilan sizdan tezroq oldindan pul to'lov qilishni talab qilishadi. Siz ular so'ragan pulni plastik raqamiga tushirib berasiz va ular sizni bloklaydi va yo'qolib qoladi. Haqiqiy professional sotuvchi sizdan oldindan to'lov qilishni talab qilmaydi. U sizga mahsulotni qo'lingizga berib va'dasiz sotadi. Uchinchi belgisi: ular sizga har xil linklar yuborishadi. Xavfsiz to'lov tizimlari bor. Click, PayMe, Uzumga o'xshagan. Mana shularni nomlaridan foydalanib sizga har xil soxta linklar yuborishadi va mana shu linklar orqali sizdan to'lov qilishni talab qilishadi. Qachonki siz bu linkni ustiga bosar ekansiz yoki sheringiz bilan bo'lishar ekansiz, sizni pullaringizni darhol shilib olishadi. Foydalanuvchi bu linklar orqali kirib o'z plastik raqamlarini kiritar ekan, ular pul mablag'larini darhol yechib olishadi. Haqiqiy sotuvchilar sizga hech qanday linklarni, to'lov ilovalarini yuborib o'tirishmaydi. To'rtinchi belgisi: bunday sotuvchilar siz bilan telefonda muloqot qilishdan yoki offline ko'rishishdan yoki video chat orqali gaplashishdan qochishadi. Har xil vajlar bilan, har xil bahonalar bilan, men ishda edim, hozir kameram ishlamayapti degan gaplar bilan siz bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishni yoki mahsulotini sizga video orqali ko'rsatishdan qochishadi. Haqiqiy sotuvchilar doimo ochiq bo'lishadi. Ular sizning talabingizga binoan mahsulotni ham ko'rsatishdan, o'zlarini ham ochiq ekranda video orqali muloqot qilishdan qo'rqishmaydi. Beshinchi belgisi: bunday sotuvchi firibgarlar odatda yangi ochilgan profillardan turib ish yuritishadi. Bugun ochilgan profil bilan o'nlab odamlarni aldashadi va ertasi kun yangi profil ochib, tezda nomlarini o'zgartirishadi. Endi investitsion kompaniyalar va fondlar nomidan ish tutuvchi firibgarlarni ko'rib chiqamiz. Ularning belgilarini birma-bir sanab o'tamiz. Bunday firibgarlarning eng birinchi belgisi: ular sizga haddan ziyod yuqori daromadlarni, ayni paytda kafolatlangan risk va xatarlardan xoli bo'lgan daromadlarni va'da berishadi. Bu moliyaviy piramidaning klassik belgisi. Oyiga 20-30% kafolatlangan daromadga ega bo'ling. Bizning kripto fondimiz eng xatarsiz ishlaydi va shunga o'xshash ko'plab chaqiriqlar bilan sizni jalb qilishga urinishadi. Haqiqiy investitsion fondlar hech qachon daromadlarni 100% kafolatlashmaydi. Dunyodagi har qanday professional investor ham risklar bilan, xatarlar bilan birga ishlashadi. Bunday moliyaviy firibgarlarning ikkinchi belgisi shundaki, bunday kompaniyalarning aniq manzili bo'lmaydi. Ularni ofisini ham bilmaysiz va hatto ular qaysi mamlakatdan turib siz bilan muloqot qilishyapti, uni ham aniq bilmaysiz. Ba'zida odamlarni ishontirish uchun qandaydir bir kichik, hech kim bilmaydigan nomlarini, hatto bizni o'zbek auditoriyasi eshitmagan bir orollarning nomini aytib, bizning bosh shtab-kvartiramiz o'sha yerda joylashgan deb sizga qandaydir yozma shartnomalarni ko'rsatishadi. Agar shartnomalarni chuqurroq tahlil qiladigan bo'lsangiz, u yozma shartnomalar haqiqiy investitsion kompaniyalarning shartnomalaridan mutlaqo farq qiladi. Ulardagi shartlar ham qanaqadir noaniq, mavhum bo'lib qoladi. Va eng qizig'i shundaki, siz bu investitsion kompaniyalarga berayotgan pulingizni ular qayerlarga aniq yo'naltirayotganini ham hisobotini berishmaydi. Ular umumiy gaplar bilan biz kriptoga tikamiz, biz oltinga tikamiz yoki biz falon mamlakatdagi va bu uzoq qayerdagi siz bilmaydigan mamlakat bo'ladi, o'sha mamlakatdagi ba'zi bir investitsion loyihalar nomini aytib, biz o'shanday loyihalarga pul tikib daromad ko'ramiz deyshadi. Lekin aslida u loyihalarni tagidagi
hisobotlar, auditorlik hisobotlari va boshqa izlanish va marketing tadqiqotlari kabi hisobotlarni ko'rmaysiz. Uchinchi belgisi: ularning pul ishlash modeli ham aniq bo'lmaydi. Agar qayerdan daromad olasizlar desangiz, ularning javoblari quyidagicha bo'ladi. Biz sirli trading algoritmlari bilan ishlaymiz. Biz kripto arbitraj qilamiz. Ishimizning o'ziga yarasha siri bor, tushuntirib bo'lmaydi. Yoki bizda ichki platforma bor, sizga ko'rsata olmaymiz deydi. Bu ham firibgarlikning aniq belgilari hisoblanadi. Ularning 4-belgisi: siz taklif qilgan odam uchun bonus va'da qilishadi. Ya'ni buni tarmoqli marketingga yoki moliyaviy piramidaga o'xshatish mumkin. Moliyaviy piramidalar daromadni investitsiya qilishdan emas, balki yangi kelgan odamlarning badal pullaridan shakllantirishadi va oldin kelganlarga qisman berib, mana biz foyda ko'ryapmiz deb aldashadi. Bunday sxemani Ponzi sxemasi ham deyiladi va uning asosiy belgisi doimo yangi a'zoni olib kelishga qandaydir bonuslarni taklif qilishadi va sizni passiv daromad egasi bo'layotganingizni doim uqtirib kelishadi. Investitsion kompaniyalar nomidan ish tutayotgan moliyaviy firibgarlarning asosiy belgilaridan yana biri bu ularning litsenziyasiz faoliyat yuritishidir. Ular o'zlarini fond, platforma, holding deb tanishtiradi. O'zbekistonda investitsiya faoliyati uchun Markaziy bankni, Iqtisodiyot va moliya vazirligini yoki istiqbolli loyihalar milliy agentligi kabi regulyatorlarning litsenziya berishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari, bunday kompaniyalar albatta yuridik shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lishligi va tegishli tartibda davlat raqamiga ega bo'lishlari kerak. Ularni davlat idoralariga, xususan soliq idoralariga topshirayotgan moliyaviy hisobotlari va agar ular aholidan pul jalb qilayotgan bo'lsa, albatta tashqi auditorlarni hisobotlari ham bo'lishlari kerak. Demak, litsenziyasiz va moliyaviy hisobotlarsiz va rasmiy tasdiqlarsiz ish olib borayotganlarni bilingki, ular moliyaviy firibgarlar bo'ladi. Xo'sh, biz o'zimizni moliyaviy firibgarlardan qanday himoya qilamiz? Kartani hech qachon soxta saytlarga kiritmang. Oldindan to'lov qilmang. Faqat ishonchli platformalardagina qilsangiz bo'ladi. Telefonsiz va video chatsiz sotuvchidan hech narsa olmang. Investitsion kompaniyalarga investitsiya qilishdan oldin ularning litsenziyalarini, moliyaviy hisobotlarini, auditorlik hisobotlarni albatta tekshiring. Yuqori daromadlarni kafolatlaydigan chaqiriqlarni darhol bloklang. Shubhali linklarni hech qachon ochmang. Do'stlaringizga ham ulashmang. Har bir investitsiya negizida albatta yozma shartnomalar bo'lishi kerak. Shartnomalarni albatta olib o'rganing. Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot o'sib boryapti. Moliyaviy firibgarlar ham kundan kun kreativlashib boryapti. Ular Photoshoplar yordamida montajlar qilib har xil chiroyli videolar tayyorlashadi. Ular juda chiroyli, hashamatli konferensiyalar taklif qilishadi va sizlarni u yerga taklif qilib, o'zlariga chuqur taassurot qoldirishga harakat qilishadi. Ular doimo o'zlarini eng muvaffaqiyatli insonlar qilib tanishtirishadi va sizni ham ular bilan birga bo'lishga undashadi. Ularni aniqlashning eng oddiy usuli shuki, ular sizga o'ta yuqori, bozorda sizga hech kim taklif qilmaydigan taklifni berishadi. Daromadlar o'ta yuqori, risklar esa deyarli nol. Shuning uchun bunday chaqiriqlardan tezda ogoh bo'ling. Moliyaviy savodxonlikning eng birinchi qoidasi: agar tijoriy taklif haqiqat bo'lishi uchun juda yaxshi bo'lsa, bilingki, bu soxta taklifdir.